Ko'pchilikning xohishiga ko'ra qulluqga oson texnikasini reels qilib chiqardim. Avvalambor pok bo'lgan holda xohlasangiz bloknot, xohlasangiz boshqa daftar tutasiz. Masalan, men bloknot tutganman. Men har bir yangi niyatlarimni shu bloknotga yozib qo'yaman. Birinchi bo'lib bloknotni 3 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Qatorlarni xohlaganingizcha bo'lsanglar bo'ladi. Masalan, men har doim 3 qatorga bo'lib yozaman. Sana qo'yishga joy qoldirib, Allohga go'zal 99 ta ismlarni yozib chiqasizlar. Har gal yangi niyat yozayotganingizda sana qo'yib yozasiz. Masalan, birinchi ismiga har bitta yozgan niyatlarim amalga oshishi Allohga oson deysizlar. Har bitta niyatinglarning oxiriga qaysi ismga kelgan bo'lsanglar, masalan, Al-Mu'minga kelgan bo'lsanglar, Al-Mu'minga oson deb yozib qo'yasizlar. Inshaalloh sabr qilib kutsanglar, hammasi amalga oshadi. Inshaalloh video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Mana profilimda men bilan umuman zerikmaysizlar.